Assalomu alaykum. Xorazm Nahlari kanali muxlislari, sizlar uchun maxsus Farg'ona viloyati Yazjamon tumani Xonobod qishlog'idan universal drabelkalar. Qo'y, mol boqish bundan ba'ga osonlashib ketdi. Bularimiz odamlarga yengillik yaratgani universal drabelkalar. Bug'doyni, makkani, o'tni, somonni, xullas hamma narsani ho'l quruq chiqaradigan drabelkalar ishlab chiqarilgan joydan video olyapmiz. Narxlari ham hamyonbop, yaxshi narxlar. Uylarga dastavkasi ham bor ekan. O'zbekiston bo'ylab, masalan, uylaringga olib borib ishlatib, ko'rsatib berishgandan keyin pul to'lanar ekan. Telefon nomerlarimiz mana shu nomerlar aloqaga chiqilaveradi. Hozir buni sizlarga ishlatib ko'rsatib, tushuntirib o'tamiz. Setkalar asosan bular qalin temir 08 cho'yan mahaviy 20 ta tishli bo'lar ekan. Xatolar uchun uzr. Mana bu drabelkalarimiz 3.400.000 so'mdan mis motorli drabelkalar 3.400.000 so'mdan. Xampa variant, pushka variant, qo'li quruq chiqaradigan 3.400.000 mis motor uylarga yetib borishi. Alyumin motorlarimiz 2.900.000 so'mdan uylaringga olib borib ishlatib ko'rsatib berishi bilan. Agar arzonroq drabelka kiradiganlarga arzon drabelkalarimiz bor. Mana bundan kichkina. Bular masalan temir turba list bo'lmaydi. Temir turba bo'lmaydi atrofi. Listdan bo'ladi, ikkili listdan bo'ladi ponni. Motorlari, mis motorimiz 3.100.000 so'm, alyumin motorimiz 2.800.000 ga uylarga yetib, olib borib ishlatib ko'rsatib beramiz. Hozir sizlarga ishlatib ko'rsatib beramiz. Hozir mana sizlarga makka chiqarib ko'rsatib beramiz. Yurgizasizlar. Boshlanib mana ichida makka bor. Makka tushib chiqar. Bu makka. Makkani maydalab oldu. Vaqtdan tushib ozroq makka chiqargan universal. Makka atalab olib makka. Hozirgi paytda to'g'larga, jo'jalarga keyin molga atala qilib bersa yaxshi. Bitta makkani 5-6 ga sindirgan. Hozir bunda 5 setka turibdi. O'zida 3 xil setka bo'ladi. Bug'doyga 2lik, 5lik makkaga o'tga setkasi bo'ladi. Hozir endi xuddi shunaqa drabelkamizda universalligini ko'rsatgan o't chiqarib ko'rsatamiz. Hozir mana bunda somon chiqaramiz. Somon chiqarib ko'rsatdik. Endi qo'li quruq chiqaradigan deganlarga pushka varianti qo'l quruq chiqarib ko'rsatib beramiz. Qo'li quruq. Hozir qo'li quruq chiqaradigan deganlarga asosan vohada poxol, sholi poxol chiqaradi, sholi poxol. Yo'lga qo'ya, keyin qo'l o't. Qamish to'g'ri keldi, qo'ya topolmagan.
soat tizmaydi. Soat tizmaydi. 1 metrga ta'minlangan, mahkamlangan. Qo'lut. Katta somon, birin oqoyalar ham yo'q maydalar. To'xalamaydi oladi bemalol. Buni narxi nisbatan 3.4 ming so'm. Dastavkasi bilan olib borib ishlatib ko'rsatib berishi bilan. Mismator 27 kilo Ariol, 6,5 kilo 3 mingga borib. Endi men arzonroq so'raganlar uchun dravkamni ko'rsatsak, ishlatib ko'rsatib beramiz. Hozir arzon dravkamimizni ko'rsatamiz. 2 million 900 ming so'm. Xorazmga dastavkasi bilan. Alyumin motor. Ishlatib bu dravkalar universal, buğday, makka, o't, tomonlar chiqaraveradi. Hozir bu somonlarimiz mol bo'lib chiqqani. Setkasiz variant. O'zida 3 xil setka bo'ladi. Buğdayga, makkaga, o'tga. Bu hozir 4-5 sm setkasi. Hozir sizlarga setkali variantdan chiqarib ko'rsatib beramiz. Qo'y boqib chiqaradi. Bitta chiqarib beringlar. Hozir setka qo'yib chiqaryapmiz. Qo'y boqib setka. Bo'ladi. Hozir mayligi mana 1 sm, 1-2 sm bu qo'y bob bu. Mana setkasi bilan chiqarganimiz mol bob bu 4-5 sm. Bu ishlayveradi. Masalan, setka qo'yib, setka qo'ymasdan chiqarsalar ham mol qo'yib boqib chiqarib beraveradi. Bular hammasi universal. Bu ham ho'li quruq chiqaraveradi, bu ham ho'li quruq chiqaraveradi, universal.